Qarang do'stim, qachon oxirgi marta issiq yerda yalang'och yurdingiz, siz yoki farzandingiz? Men sizga yerda yalang'och yurish uchun 4 ta eng bomba foydali sababni aytib beraman. Siz yalang'och o'sha kundan yurishni boshlaysiz. 4-inchisi juda ham muhim bo'ladi. Hop, birinchisi yerdan chiqadigan issiqlik tabiiy ravishda immunitetingizni bomba qilib ko'tarib beradi va siz hadeb kasal bo'lmaysiz. Ikkinchisi, bolangizning oyog'ining tagidagi plastikostopiya, ya'ni yassi oyoqlikni tabiiy ravishda davolab beradi. Uchinchisi, qon aylanish sistemangizni yaxshilab beradi. Shuni hisobiga siz hadeb kasal bo'lmaysiz. Organizmingizdan har xil viruslar chiqib ketishiga yordam beradi. 4-inchisi bo'lsa, anti stress hisoblanadi. Asabiy bo'lib kelganingizda yerda shunday yalang'och yurishingiz sizni stresslaringizni butunlay chiqib ketishiga yordam beradi. Oyoqdan tilla tapchikasi tushmaydigan zodagon o'rtog'ingizga shu videoni tez tashlab qo'ying. Yalang'och ozgina yurib olsin, hali kasal bo'lmaydi. Salomat bo'lasizlar.